Assalomu alaykum. Demak, kuni kecha bo'lib o'tgan sertifikatdagi ba'zi bir savollar tahlilini ko'rib chiqamiz. Demak, bugungi savolimiz buywol, kurka va gen eti berilgan. Aytyaptiki, buywol spermatogoniysi, kurka tuxum hujayrasi, gen eti spermatidasidagi jami xromosomalar soni 110 tani tashkil etadi. Endi gen etlari spermatogoniysidagi avtosoma xromosomalar Autosoma xromosomalar autosoma xromosomalar bu yozib chiqilgan variant, chunki ba'zi kamchiliklar bor ekan. Autosoma xromosomalar o'sha hujayrani 95%ni, buywol spermatogonisidagi jinsiy hujayralar o'sha hujayrani 4%ni tashkil etadi. Endi jinsiy xromosomalar. O'sha hujayraning 4%ni tashkil etadi. Har bir hujayrani 2 va enini yozilsin deyapti. Endi bizda masala sharti ham aniq bo'lmagani uchun biz shunchaki o'zimiz oldik buni. Aynan sintez davrida dengi soni toping degan edi. Aynan qaysindaligini so'ramagan uchun endi bu yo'lda olib ketaverdik. Demak, quyidagicha ishlash mumkin buni. Demak, bu yo'lni nimasi deyapti? Bu yo'lda xo'sh, bu yo'lni spermatogonisi deyapti. Bilamizki, spermatogoniya to'plam 2 bo'ladi. Keyin kes bo'ladi. Shuning uchun ikki holatda oldik. Plus kurkani nimasi? Kurkani tuxum hujayrasi deyapti. Shuning uchun mana n y o'zini olyapmiz. Plus gen etini spermatidasi. Spermatida bu o'sha gametogenez nima deydi? Yetilish davrini o'sha yakunida hosil bo'ladi spermatidalar. To'plam n bo'ladi. Shuning uchun z o'zini olyapmiz. Endi biz hisoblashimiz uchun ma'lumotlar berilgan. Gen etlarini spermatogoniyasidagi avtosoma xromosomalar son. Endi qarang. Har qanday organizmda o'sha normal somatik hujayrasida normal somatik hujayrasida ikkita jinsiy xromosoma qolgani avtosomaga to'g'ri keladi. Endi spermatogoniyada to'plam 2 gen. Gen holatda jinsiy xromosomalar ikkita bo'lsa, 95% avtosoma bo'lsa, demak qolgani 5% jinsiy xromosomaga to'g'ri keladi. Shu ikkitamiz 5% ga to'g'ri kelsa, 100% qancha qilib 2 genini hisoblashimiz mumkin. Demak, gen etini 2 gen kelib chiqadi 40 ta. Buyvoldichi, buyvoldi aytyaptiki, buyvol spermatogonisida bilamiz, spermatogoniya to'plam n bo'ladi. N holatda jinsiy xromosoma bitta. Shu bittamiz 4% ga to'g'ri kelyapti. 100% miqdorni chiqsak, demak 25 ta. Demak, bu 25 ta n kelib chiqadi. N 25 ga teng. Endi n 25 bo'lsa, 2 n 50 ta bo'ladi. Endi buni bu holatga qo'shishimiz mumkin. Masalan, bizda buyvol kelib chiqdi. Buyvolni n kelib chiqdi. N 25 edi. Keyin 50 ta bo'ladi. Yana bizga ma'lum bo'lgani gen eti. Gen etini 2 ni 40, eni kerak bizga, eni 20. 50 ga 20 ni qo'shsak 70. Xullas, bu y hisoblash uchun 110 dan ayirib olamiz. Ikkalasini yig'indisini 40 chiqadi. Demak, kurkani eni 40. Demak, kurkani 2 eni 80 chiqadi. Har bir organizmda 2 lari ma'lum bo'ldi. Kurkani 2 eni 80, buyvolni 2 eni 50, gen etlarniki esa 40. Quyidagicha yechim qilish mumkin. Buyvolni interfaza S davridagi DNK soni deyapti. Interfaza S davrida 2n4s bo'ladi. Bizga S kerak, ya'ni DNK ni so'raganimizda. Buyvolda n eni 20 eni 25 bo'ldi. Demak, shu 25 ni turga bitiramiz 100 ta. Demak, DNK soni so'rasa 100 ta bo'ladi. Gen etlari gen turli holatda xromosoma soni deyapti. Ya'ni gen holatini olib ko'ramiz. Diploid holatini, ya'ni gen etda 2 holatda 40 ta bo'ldi. Demak, javob 40 bo'laveradi. Kurkada 2 turli holatda DNK soni so'rayapti. Kurkani 2 ni 80 bo'lsa, eni 40.
Turesga, turiga bitiramiz endi, dengiz son topish. Yana 40 ko'paygan 4 160 ga to'g'ri keladi.